Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 2025-yil 26-noyabr sanasi. Men Finlandiyaga keldim ishlashga. Hozir sizlarga nima ish qilishimni ko'rsatib o'taman. Agar sizga qiziq bo'lsa, tomosha qiling. Mana shu yerlarga shifokropga urganmiz. Mana patologiya shuba sepilgan. Telefonda unchalik yaxshi ko'rinmas ekan. Mana mayda-mayda qilib stenalari ikki qator shifokropga qilingan, ustidan kraska sepilgan. Meni qiladigan ishim shifokropga ish qilaman. Bu yerlarni bitkizganman. Hozir bu yerga endi qolgan ishlarni qilgani keldik. Biz bitirgandan keyin yana gipsagardan qoqishgan ekan. O'shanga shifokropga urib lentalari g'olib qo'ydik. Shifokropga qildik. Endi bu yog'iga ham endi qilamiz. Shu mayda-chuyda ishlarni qilishga keldim. Budomni ancha oldin bitirib ketgandim. Shifokropga ishini. Endi hozir yana mayda-chuyda qolgan ishlar bo'lgan, o'shanga chaqirishdi. O'shani qilgani keldim. Mana Finlandiyada kvartiralar qanaqa bo'ladi? Asosan oyna ko'p qo'yishadi. Mana bitta xonada ikkita katta oyna. Ular quyoshdan yaxshi foydalanishadi. Qish oyida tez qizadi, ham yorug' bo'ladi. O'shaning uchun ham oyna ko'p qo'yiladi bu yerda Finlandiyada domlarda. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu domda ham juda ko'p oyna qo'yilgan. Bu kvartiraning deyarli bitib qoldi. Mana shunaqa qolgan ishlarni qilgani keldim. Polni oyna bilan qoplangan mana. Bu yog'i ham oyna, bu yog'i ham oyna. Manzara juda chiroyli. Xonalar yorug' bo'ladi. Ham elektrdan nima foyda qilishadi, xonani yoritish uncha zarur bo'lmaydi. O'zi yorug' bo'ladi xona. Qish oyida qizish ham yaxshi bo'ladi, quyosh tushgandan keyin tez qizadi. Ikkita xonali kvartira. Hali remont qilishyapti. Deyarli bitib bordi. Mana shunaqa ishlar qilamiz. Hozir endi bu yerga qolgan ishlarni qilgan ekanman. Ertaga yangi obyektga borib ish boshlaymiz u yerda, Xudo xohlasa. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like va podpiska esdan chiqmasin.